Hozir mana Bekosiyoda darmon sho'rva, ya'ni spets bulyonimizni A'dan Yagacha bo'lgan jarayonini ko'rdinglar. Shunaqangi chiroyli go'shtlarimizdan mana bo'yin tushdi, peridor tushdi, ot go'shti. Mana shunaqa tayinlanadi bizda. Hozir haqiqiy gurmanlarimiz uchun, eksklyuziv deymiz-ku, eskidan Toshkentda qilinganda, mana shu norinni xamiri. Mana shu norinni xamirini mana shundoq solamiz-da. Mana shu oq piyozni mana shunaqa kokil qilib qilib olgandan keyin bunga mana murchlarni sepamiz. Bu любой shamollagan -40 gradusda ham bor-ku, tovonlarni ham isitib yuboradigan ovqat bo'ladi. Mana shunaqa spets bulyonimizni norinni xamirlari bilan yeyman desanglar, mana keverasizlar bismillahir-rahmonir-rahim deb. Mana shunaqa o'rtoqlar bilan kelsanglar bor, mana bunaqa dirsakda urishtirib borib, bitta ko'tarib ichib olsanglar ham bo'ladi. $100 beringlar, oxirigacha ichsanglar, menimcha minut demaymiz. Bemalol xotirjam o'tirib, mazza qilib ketsanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar.